Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mening ismim Sabohat Rahmon va men Ayollar.uz kanalining muallifi bo'laman. Shu vaqtgacha tayyorlagan videolarimda faqatgina kadr ortida turib gapirardim. Bugun o'zim kadrda chiqishga qaror qildim. Buning yana bir sababi bor. Yaqinda Toshkentga Xorazm viloyatidan Gulxonim ismli bir ayol tashrif buyurdi va biz kanal uchun yangi bir ko'rsatuvga suhbat uyushtirdik. Gulxonimning juda ham ayanchli va qo'rqinch bir hayotiga guvoh bo'ldim. Yana shuni aytmoqchimanki, Gulxonim yordam so'rab Xorazmdagi bir necha blogerlarga murojaat qilgan. Lekin ular mana shu tayyorlanadigan ko'rsatuv uchun kelib tushadigan ehson pullarining 50%ni mehnatlari haqi deb olishlarini bildirishgan. Bundan to'g'risi juda ham xafa bo'ldim. Bizning Ayollar.uz kanalimizda bunday bir fikrlari yo'q. Biz pulni emas, inson taqdirini, ayol taqdirini birinchi o'ringa qo'yamiz. Va sizlar bilan birga mana shu ko'rsatuvda tomosha qilishda hamroh bo'lishingizni so'rab qolaman. Bundan tashqari kanalimizga a'zo bo'lib, o'z fikrlaringizni bildirishingizni so'rayman. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Xorazm viloyatidanman. Yoshim 38 da. Toshkent shahriga keldim. Ayollar.uz kanaliga o'zimni hayotim to'g'risida gapirib berishni xohladim. Chunki hech qachon bu haqda hech kimga gapirmaganman. Hamma dardimni ichimga yutganman. Oilada ikkita qiz, bitta o'g'il edik. Onam o'zi yolg'iz katta qilgan. Otam 95-yil Rossiyaga chiqib kelib qaytib kelmagan. O'sha yerda uylanib qolib ketgan. 2009-yilda kelganda shu paytgacha onamni o'zi katta qilgan bizdan. Qabul qildinglarmi otangizni? Qabul qildik. Onam yaxshi ayol edi. Qabul qildilar hech narsa demasdan. O'zlari katta qildi bizlarni dalada ishlab. Men 2010-yil turmushga chiqdim. Onamni uzoq qarindoshi edi qaynotam. Uzoq qarindoshim, yaxshi odamlar. Turmushga chiqdim. Necha yoshingizda turmushga chiqdingiz? 21 yoshimda. Maktabda yaxshi o'qiganman. Shu imkoniyati bo'lmagan onamni o'qitishga. Yolg'iz boshi bilan shu maktab eshigidan kirishim bilan o'qituvchilarim Yoqubova keldingmi deb o'zlari kutib olishardi. Hammasi yaxshi ko'rishardi. Kim bo'lmoqchi edingiz? O'qituvchi bo'lmoqchi edim. Shu o'qituvchilar hammasi meni shu kutib turishardi. Maktabda qanaqa tadbir bo'lmasin, hammasiga men albatta qatnashardim. A'lo bahorga o'qirdim. Shu 1-sinfdan 11-sinfgacha sinf bo'lganman. Shu 2010-yil turmushga chiqdim. Qaynonam, qaynotam ko'rinishlaridan va meni yaxshi odamlar edi. Lekin turmushga chiqqanimdan keyin o'zini asl qiyofalarini uyda ko'rsatishganda, ko'chaga chiqqanda odamlarning oldida menga shirin gapirishardi-da, uyga kirgandan keyin boshqa odamga aylanib qolishardi. Erim yolg'iz o'g'il, uyda hamma narsaga qaynotam xo'jayin edi. To'ydan keyin menga oyda bir marta onamnikiga ruxsat berishardi chiqishga. Qo'ni qo'shnilar bilan gaplashishga taqiq qo'yishgan. Gaplashmasdim qo'ni qo'shnilar bilan. Telefon ishlatishimga ruxsat berishmagan. Qo'limda Nokia telefonim bor edi, rahmatli buvamdan qolgan. 2009-yil vafot etgan buvam. O'sha telefonni menga berishgan, buvangdan esdalik deb. Uni ham olib qo'yishgan. Oyda bir marta 2 soatga ruxsat berishardi onamnikiga. Aytmasdim onamga uyda bo'layotgan voqealarni. Keyin bo'yimda bo'lib qoldi. 2 qat bo'lib qoldim. Uydagi oziq-ovqatlar ham o'lchovli edi. Shu qaynotam o'lchab berardi tushlikka bir mahal ovqatga. Juda ham qiynalganman-da. Uyimizdan 200 metr narida axlatxona bor edi. O'sha yerga axlat tashlash, faqat shu axlat tashlagani ko'chaga chiqardim. Odamlar bilan gaplashgim kelardi. Qo'ni qo'shnilar men bilan gaplashmasdi, qo'rqishardi qaynotamdan. Kelinimga gap o'rgatyapsan deb janjal qilishardi. Shuning uchun hech biri meni ko'rsa gaplashmay uylariga kirib ketishardi. Shu axlat tashlab kelardim, o'sha yerda birpas o'tirardim.
axlatxona bo'lsa ham menga juda ham yaxshi joy, qulay joy edi-da. Keyin may oylari edi, o'sha axlat tashigan borganimda ikkita ayol o'tirgan ekan. Mendan suv so'rashdi. Keyin men suv bera olmayman, uyimdagilar ruxsat berishmaydi, kechirasizlar dedim. Keyin nega ruxsat berishmaydi deb sekin asta mendan so'ray boshlashdi hayotimni. O'sha paytda bir og'iz shirin gapga zor bo'lganman-da. Onamga ham ayta olmasdim borib, onam qiynaladi deb. O'zi qiynalgan ayol battar onamni siqaman deb, sahri bor edi, davleniyasi bor edi. Kim bilandir juda ham qattiq gaplashgim kelgan. O'shalar bilan gaplashib, ular menga shunaqa shirin gapirishganki, gaplashib bo'lib ketishdi ular birinchi kuni. Keyin uyga ketdim. Shu uy ishlarim bilan mashg'ul bo'ldim. O'sha axlatxonaga har kun borsam, har kun o'sha ayollarni ko'radigan bo'ldim. Menga yaxshi gapirishardi, chiroyli gapirishardi. Men ulardan so'ramadim, nima qilib yuribsizlar bu yerda? Hech so'ramadim-da, faqat o'zimning hayotim haqida gaplashib berardim. Ular o'zlarini qizlarini hayoti haqida aytib berardi. Toshkent shahrida yashaydi, juda ham baxtli yashashadi. Sen nimaga bu yerda nima qilib yuribsan? Chidashga majburmassan? Shunaqa gaplar bilan meni aldab avrashdi. Keyin mendan biz bilan ketasanmi? O'sha Toshkent shahrida ish topib beramiz, uy topib beramiz. Xullas, o'qib beramiz, o'qib beramiz deb meni aldashdi. Men rozi bo'ldim. Ular ko'zimga farishtadek bo'lib ko'ringanda o'sha paytda. Xo'p, birga ketamiz, faqat tilla taqinchoqlaring bo'lsa olib chiq deyishdi. Keyin uyga kelib, tilla taqinchoqlarim bor edi. Shu to'yimda sepimga qilingan tilla taqinchoqlar. Dadam o'sha paytda Rossiyadan kelganda dadam sovg'a qilib olib kelib bergandi, bitta yuzuk. Hammasini olib chiqdim-da, shart o'sha ayollar bilan ketdim. Ular nima desa hammasini qildim. Nima bo'lgan o'ylamaganman. Men qayerga ketyapman? Ketib qolsam oilam nima bo'ladi? Onam nima bo'ladi? Ular bilan ketganman. Shu mashinada ham menga juda chiroyli gapirishgan. Xuddi men qattiq tartibli qamoqxonadan ozodlikka chiqib ketgandek his qilardim-da o'zimni. Rostdan ham uyimiz qattiq tartibli koloniyaga o'xshardi, qamoqxonaga. Qo'shnilar bilan gaplasha olmasdim. Oyda bir marta 2 soatga borardim onamnikiga. Onamni o'ylab ularga ichimdagi uyda nima bo'layotganini aytmasdim. Telefonimni olib qo'yishgandi. Shu qamoqxonadan qutulgandek his qildim-da o'zimni. Ular nima deyishsa, xo'p deb mashinaga o'tirib ketib borganman. Keyin ular bir kichkina hujraga borishdi. O'sha yerda ikkita erkak ham bor ekan. Meni ovqatlantirishdi. Zamonaviy kiyim kiydirishdi. Keyin ular o'tirib spirtli ichimliklar icha boshlashdi. Men bir chetda o'tirdim. Menga ham ichasanmi deyishdi. Yo'q dedim, ichmayman dedim. O'sha ayollar o'sha paytdan keyin birdan qiyofalarini o'zgartira boshlashdi. Ichasan deb menga baqira boshlashdi. Men ichmayman, nima qilyapsizlar dedim. Keyin majburlab ichirishmoqchi bo'lishdi. Ichmayman, homilador deganimdan keyin voy deyishdi bir-biriga qarab. Shu paytda 4 oylik homilador edim. Keyin haligi erkaklar nomaqbul qiliqlarni qilishdi menga. Zo'ravonlikka uchradim. Bu ishni biror narsa qilishdimi sizga? Ha, qilishdi. Homilador bo'lsangiz ham. Homilador bo'lsam ham yaxshi odamlar ekan. Haligi ayollar ham birdan qiyofasi o'zgarib qoldi. Shu mashinada menga ko'ringan farishta ayollar birdan o'zgarib qolishdi. Tonggacha ichishdi spirtli ichimlik. Keyin men u zamonaviy kiyimlarni kiygandan keyin mashinaga o'tirib qayoqqadir olib ketishdi. Qumlik joy edi. Bilmadim, u yog'iga unchalik eslolmayman. O'sha bittasini rahmi keldim o'sha yerga. Siz tashlab ketishdi. Tashlab ketishdi. Keyin men yurdim, poyezd yo'li ko'rindi ko'zimga.
shu poyezd yo'lidan yana yurdim. Yurib borganimdan keyin uyliklar bor ekan, o'sha yerda bir ayolga uchradim. Ayolga nima bo'lganini aytdim. Qo'rqib ketgandim, unga ham tushuntirib aytmadim. O'zi tushundi shekilli, uyga kiritdi. Ular o'sha poyezddan narsa sotadigan savdogarlar ekan. 4-5tasi o'tirgan ekan narsalarni taxlab. O'sha yerda u ichki ishlarga telefon qildi. Ichki ishlarga olib ketishdi, suv, ovqat berishdi, ovqatlantirishdi. Ular mendan hech narsa so'rashmadi. To'g'ri onamning uyiga borishdi. Onamning uyiga borsam, onamning uyida hamma qarindoshlarim yig'ilishgan. Onam bir ahvolda yig'layapti. Qayerda eding? 2 kun yo'q bo'lib ketding, nima bo'ldi? Keyin men o'sha yerda hushimdan ketib qoldim. Keyin meni shifoxonaga olib borishibdi. Shifoxonada bir hafta davolandim. Keyin yana onam uyga olib keldi. Onamning uyida 1-2 kun o'tirgandan keyin yana uyga ichki ishlar kelishdi. Savollar berishdi. Xullas, o'sha yoz juda ham qiynaldim, stressga tushdim. Ruhiy shifoxonaga ham yotdim 1-2 hafta. Onam otam mashinasi bor edi, Rossiyadan qaytgandan keyin kelganda o'sha mashinasini sotib davolatdi. Psixologlar, shifokorlar hammasiga ko'rsatdi otam. Davolatishdi. Shu oktyabrda ko'zim yorishi kerak edi. Kelishdi uyga qaynam, qaynotam, erim, bo'lar ish bo'ldi. Bizlar nevaramizni yetib qo'yinimizni olib ketamiz deyishdi. Erim olib ketaman xotinimni dedi. Keyin men bormayman dedim. Keyin onam borgin qizim, bolang yetim o'smasin. Shuncha gap bo'lishiga qaramasdan ering keldi-ku mana seni qabul qilmoqchi-ku. Ajrashgan ayolga hamma tosh otadi. Bundan battar qiynalasan dedi. U ayollar topildimi? U ayollar 2-3 yilgacha topilmadi. Bilmayman, keyin men ichki ishlar menga rasmini ko'rsatdi. Shu 20tacha ayol shu odam savdosi bilan shug'ullanadigan ayollar. Tanidim, o'shalarning orasida bor ekan. Men bu deb ko'rsatdim. Keyin ketishdi ichki ishlar, tushunarli deb. Ular olib ketib sotishmoqchi bo'lishganda, shu homiladorman deganimdan keyin o'ylanib qolishgan. O'sha ichki ishlar aytdi, ular yomon ayollar judayam. Homilador bo'lganingami yoki omading bor ekanmi, tashlab ketishibdi deyishdi-da ichki ishlarni. Shu balkim homilador bo'lganingga bir rahmi kelgandir, insof bergandir dedi shu ichki ishlar boshlig'i. Nima ularni hali qo'lidan tirik chiqqan odamni o'zi yo'q dedi. Shu bilan keyin qaytib bordingiz? Qaytib bordim. Onam gapirdi, qarindoshlarimiz gapirishdi. Erim hech qachon yuzingga solmayman dedi. Ataylab qilmagansan dedi. O'zimni ham, ota-onamni ham aybi bor bunda bilaman dedi. Yur uyga dedi. Keyin ketdim, oktyabrda ko'zim yoridi, o'g'illi bo'ldim. Lekin bu bilan hayotim yaxshilanmadi. Uydagi tazyiqlar, taqiqlar o'sha bo'lib qoldi baribir. Qaytanga battar vaziyat og'irlashdi. O'shandan keyin men umuman hech kim bilan gaplashmadim. Odamlardan o'zimni olib qochdim. Qishloqda shov-shuv bo'lib ketdi-da. Tajovuz qilishgan, u qilishgan, bu qilishgan, gap so'zli bo'lgani uchun men hech qachon odamlarga qo'shilmaganman. Bolam 1 yoshga kirgandan keyin ishga chiqarib yuborishgan, dala ishlarga chiqardim. O'sha paytda 30 ming kuniga 35 ming so'm topardim. Hammasini qaynotamni qo'liga olib kelib topshirardim. Paxta terardim. 120-130 kilo paxta terardim. Shu paxta dalasida ham ayollarga qo'shilib alohida o'zim terardim. Hech qachon odamlarga qo'shilmadim. Odamlardan olib qochadigan bo'ldim. Qaynotam battar qissa qildiki, hayotim yaxshilanmadi.